Bunlarchilarimiz. Syomkalarda ham boshib olganmiz, Andijon mashg'ulotlarga chiqamiz akalarim. Videolarni boshdan bitta like, bitta podpискdan chiqmasin. Bu qismga Nexia 1, Nexia 2 olishda davom etamiz. 2010 dan boshladik unda akalarim. Kraskalar qanaqa? Bitta o'ng tomon old eshikda bor, qolgan joylar toza. Qolgan joylar toza, ko'ringlarchi akalarim. Motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Umuman ishi yo'q, mashinani temir gaz ballonlarigacha bor, ko'rsanglar bo'laveradi. Motor ходовой ishi yo'q deyapti egalari. Mana yon tomon ko'rinishlari, yumshoq ballonlari bor. Ballon holatlari ham yaxshi holatda turibdi ekan. Yurgani qancha? Chexol poligi bor, orqa bagajini ham ochib qo'yasiz. Orqalarida mana chexol polilari bor mashinamizda. Mana orqa tomon ko'rinishlari akalarim mashinamizni. Ularni hozir aytib o'tadi. Mashinani temir gaz balloni bor. Zapaska balloni bor. Yurgani qancha ekan? 347 ming yurgan 2010-yil. Narxini akalarim 5000 kam bor deyapti ekan. Generalni chiqadimi? Generalni ham chiqaveradi. Dokumentda muammo yo'q. Variant beriladimi aka? Faqat naqd minaslar akalarim mashina. Nomerlar aytib qo'ysiz. 95lik 848 40 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina qiziqqan akalarim. Akalarim gang svetidan yili yangiroq Nexia 2000 namanskilar ko'ringlar, layklarni bosinglar. Yili necha edi buni? 2015-yil kraskalar qanaqa? Petnosi ham, rektovkasi ham yo'qmi? Petnosi ham, rektovkalari ham yo'q ekan mashinamizni. Motor, ходовой коробка ishi yo'qmi? Ishi yo'q deyapti egalari. Mashinamizda temir gaz ballonlarigacha bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yumshoq ballonlarigacha bor. Mashinani saloniga kirsanglar, chexol poligi bor. Praskoy salon akalarim. Yurgani qancha dedingiz? 300 ming yurgan Nexia 2 ni gang setidan minaman desanglar. Orqalarida ham chexol polilari bor. Assalomu alaykum aka. Temir gaz ballonlari bor, zapaska ballon, damkrat bor shekilli akalam, damkrat. Mashinani ko'ryapsizlar. Mana bu tomon ko'rinishlari. Buni narxini necha pulga berasiz? Narxini necha pulga berasiz? Necha pulga? 5000 ga berib yuboradigan Nexia 2. Generalni chiqadi-ya? Generalni chiqadi. Nomer taqib olish sharti bilanmidi bu? Nomer taqib olish nomerlari bilan berib yuborar ekan. Nomerlar aytib bo'lsangiz? 90lik 623 1920 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Mashinamiz kimga qiziq bo'lsa. Bunga variant bermaysiz? Variant berilmaydi. Astog'am ham keldi, mana Nexia 2 ham keldi. Kelarim kelishiga yo'q, mana boshlariga Astog'am Nexia 2 olib chiqibdi. Yili nechi buni Astog'a? 2014. Kraskalari qanaqa? 15-20%? 15-20% kraskalari bor ekan. Ko'ringlar akalarim. Hali o'zi ham tushgan yo'q mashinada. Ko'ringlarchi akalarim. Mashinani temir gaz ballonlari bor. Motor ходовой коробка ishi yo'qmi? Motor ходовой коробка ishi yo'q. Assalomu alaykum. Ayollar bilan chiqib olasizmi? Yumshoq ballonlargacha bor. Ko'ringlar, chexol polilari bor. Yurgani qancha? 329 ming yurgan. Ko'ryapsizlar tomlarni ham. Orqa tomon ko'rinishlari, chexol polilari bor. Bu temir gaz balloni bormidi? Temir gaz balloni bor. Zapaska ballonchi? Hamma yo'g'i bor ekan. Orqa tomon ko'rinishlari. Qator gap isbot bilan ko'rsatib qo'ysak. Temir gaz balloni, zapaska balloni deysizlarmi? Yangi zapaskasi. Hamma yo'qlari bor. Ko'ryapsizlar akalarim. Asog'ini nechga beramiz? Xohlasa 4000 dan tushib beramiz. Narxini 4000 dan tushib beradigan joylari bor. Generalni chiqadimi? O'zi nomida ekan, bemalol generalni chiqaveradi. Variant beriladimi? Yo'q, variant berib barter qilamiz. Barter bor, bank bor. Nomer aytib qo'ysiz? 99lik 794 79 25 raqamlariga murojaat qilaverasizlar. 4000 dan tushib beradi. Generalni chiqadi. Mashinaga qiziqqanlar bemalol murojaat qilaverasizlar akalarim.
2010dan yana bitta topdim, ko'ringlarchi, Hoji tog'amdan. Yilini kraskalari qanaqa edi buni? Kraski ikkita petno xolos. Ikkita petnosi bor xolos. Qolgan joylari toza. Konditsioner ishlayaptimi? Hamma yo'q ishlaydi. Konditsionerlar ishlayapti. Motor, hadovo, korobka ish yo'qmi? Yo'q, tiniq mashina. Ko'rsanglar bo'laveradi akalarim. Motordan qilingan. Motor noldan qilingan. Qancha bo'ldi qilinganiga? 1 oy. 1 oy bo'libdi. Motor qilinganiga noldan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balonlargacha bor. Archa balon ekan. Bitta yangi balon. To'rosi ham archa balon yangi ekan. Mashina. Chexol poliga bor. Yurgani qancha buni? 400. 400 ming yurgan Nexi 2. Motorni o'ldan qilingan ekan baribir. Chexol polilari bor. Temir gaz baloni bor. Zapaska balon bor-a? Hamma yo'q bor. Hamma yo'qlari bor. Komplekt. Bu ginamlik berasizmi Hoji tog'amga? Dokument chiqaradi. Hamma dokument chiqaradi mashinada. Narxini necha pulga beramiz? Narxi 38 gacha kami bor. 3800 kam bor, kelishadigan joylari bor. Ginamlik chiqadi. Nomerlaringizni aytib qo'ysiz. Nomer 50lik. 50lik 726 720 726 1700 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Mashina qiziqqan akalarim. Xo'p akalarim, Nexi 2 ni qip-qizil rangida minaman desanglar, ko'ringlarchi. Bittadan maklarda bosinglarchi. Yili necha edi buni? 2012-yil kraskalari qanaqa? Kapot uchida bor, qolgan joylari toza. Motor, hadovo, korobka ishi yo'qmi? 1.6 ozgina yurgan ekan. Yumshoq balonlar bor. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana yon tomon ko'rinishlari. Zavodskoy qizil rangi bu. Zavodskoy qizil, chexol poligi bor. Yurgani qancha? Eksportga chiqqan 260 ming. Ekspertga chiqqan variant 260 ming yurgan ekan. Orqa aka kiyimi tushib qoldi. Ko'rsanglar bo'laveradi akalarim mashinani. Orqalarida mana chexol polilari bor. Temir gaz baloni bormidi? Hali benzin yurgan, hali gaz o'rnatilmagan-a? Gazni chiqarib yuborganman xolos. Gazni chiqarib yuborgan xolos. Gazga ruxsatlari bor. Matlarni alingdaqa deb o'ylamanglar akalarim. Bu chiqib ketsa kerak-a? Ketadi u. Narsa yopishib qolibdi-yu. Pardozi yo'q. Pardozi yo'q. Bitta polirovka qilib yuborasizlar akalarim, mashina o'ta ochiladi. Mana ko'ryapsizlar holatlarini. Narxini necha pulga berasiz aka? 3700 dan kelishadigan joylari bor. Variant berasizmi? Faqat naqdga. Nomeringizni aytib qo'ysiz. 91lik 475 79 59 raqamlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. 3700 dan oz-moz tushib beradigan joylari bor. Mashina qiziqqan akalarim bemalol murojaat qilaverasizlar. Xohlasanglar sariqdan, xohlasanglar qizildan minaman desanglar ko'raverasizlar. Nexia 1 ishqibozlarga 1600 ga beriladimi yo va anaqasi bor bank? 1000 nimalarga? Hamma chiqara unaqa-ku blogerlar aka. Hoji tog'a assalomu alaykum. Haligi kecha bunday ko'rdim. O'tgan Ko'rsanglar bo'laveradi, 1500 dollarga bo'lishini beraveradi akalarim. Ko'rsanglar bo'laveradi bozordagi narxi. 100 so'm tushib beraman, undan 1 so'm tushib beraman ekan. Kraskalari endi bir qator bo'ladi. Suvalari butunmi buni? Suvalari butun. Hech yeti yechilmagan ekan. Motor, hadovo, korobka ish yo'q-a? Yumshoq balonlari bor, hech qanaqa ish yo'q. Chexol polilari bor. Yili past ekan xolos. Yili necha edi? 97-yil. Yurgani ham bir qator o'tib ketgan ekan-a? Endi bu yurganini qo'yaverasan. Orqa tomon ko'rinishlari puliga yarasha ekan-da akam. Unaqa pulga skuterlamaydi deyapti-yu. Orqa tomon ko'rinishlari. Akalarim mashbulga olasizlar, mashbulga sotsanglar ham bo'laveradi. Narxi yomon bermas bu. 1600 kam bor, 100 so'm o'tib beraman, undan kami yo'q aka. 1500 dollarga. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 91lik 483 72 76 raqamlarga murojaat qilaverasizlar, kiosga bemalol murojaat qilaverasizlar. 2010-yil 20% kraskalari bor. Oppo Nexi 2000 degan obunachilarimizga layklarni bosib qo'yasizlar. Yillarni aytdim, kraskalarni ham aytdim. Motor hadovo ishi yo'qmi? Motor hadovo, korobka
ish yo'q deyapti egalari. Temir gaz ballonlari bor. Korobkasi ham ish yo'q aka. Korobkasi ham ish yo'q. Mashinaning yumshoq ballonlari bor. Mana shumka qilingan. Ha bu ikkitami mashinangiz? Prostoy salon yurgani qancha? Yurgani 309 ming yurgan Nexi aka. 300 yurgan motor yangi qilingan. 390 ming yurgan motor qilingan. Orqalarida ham chexol polilari bor. Hali atketkadan chiqmabdi, orqa tomon ko'rinishlari. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mashinamizda temir gaz balloni bor. Zapaska ballon bor ekan. Bu tomondan ko'rsatsam, tamkiratlargacha bor ekan mashinani. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana bu tomon ko'rinishlari. Buni narxini necha pulga berasiz? Ha? Narxini necha pulga berasiz? Narxi 3,5. 3,5 ming kami bor. Yana chiqadimi? Hamma yo'q chiqadi. Hamma yo'q chiqadi. Variant beriladimi? Kelishamiz. Kelishamiz. Bunisini yili nechi? Toza, shumka qilingan. 2008 klassiyasi toza. Motor hadovo ishi yo'q bunda ham? Hamma yo'q zo'r. Sanitlargacha ishlar ekan. Hozir akalarim nomerlarini aytib o'taman. Motor hadovo ish yo'q deyapti. Sanitlargacha ishlar ekan mashinani. Mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq ballonlari bor. Buni yurgani qancha? Motor qilingan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yurgani hech qancha emas, ukam motor qilingan deyapti. Orqalarida ham chexol polilari bor. Mana mashina orqa tomon ko'rinishlari. Temir gaz balloni bor. Zapaska ballon bormidi bunda? Mana bu tomon ko'rinishlari. Yoqqan bo'lsa bittadan like bosgan va so'rasizlar. Bunisini narxini necha pulga berasiz aka? Buni narxi necha pul? 4 ming ozmoz kam bor, 3,5 ming kam bor. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 90lik 205 1126 90lik. Bemalol murojaat qilaverasiz akalarim. 4 ming ozmoz kam bor, 3,5 ming kam bor. Yoqqan bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar. Aksiya bir ishqibozlarga ko'ringlar. Yili nechi buni? 2008. Kraskasi qanaqa? Bir 30 bor. 30 kraskasi bor. Sho'valari butun moshda deyapti. Xolasinglar qora bufurligi, xolasinglar oq bufurligi bor. Buni motor hadovo korobka ishi yo'qmi? 1.5 motorda motor hadovolari zo'r ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Moshdan akalarim. Endi puli yarashib bo'ladi akalarim bunlari. Mana yon tomon ko'rinishlari. Yumshoq balloni bor, ballon holatlarini ko'rsanglar bo'laveradi. Salonga kirsak, ashkaga mehr berilgan, chexol poliga bor. Buni yurgani ko'rinmayapti. Yurgani bir o'tib ketgan shekilligi, yurgani. O'ziniki orqalarida chexol polilari bor. Temir gaz balloni bormi? Zapaska ballon? Hamma yo'qlari bor. Buni narxini necha pulga berasiz? Narxini 2,5 mingdan o'tib beradigan joylari bor. Geranni berasizmi? Geranni berarkan pul zaril deyapti. Nargisini yili 2006 midi? 2006. Kraskasi. Suvaylari butun, et betlarda kraskasi bor. 5-600 puli borga bankam chiqaverar ekan. Buni motor hadovo ishi yo'qmi? Hamma yo'qlari zo'r. Ko'rib turibsizlar. Buning narxini necha pulga beramiz? Buni ham narxini 2,5 mingdan tushib beradigan joylari bor. Gaz, suvetlari hamma yo'q bor. Suv ham bor ekan deyapti. Ko'rsanglar bo'laveradi. Mana orqa tomon ko'rinishlari mashinani. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 91lik 492 66-67 raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Lekin o'sdan bittasini minib ketaverasizlar. Nexi ishqibozlarga yana bitta Oppo'dan topib qo'ydim. Yili nechi edi buni? 2009-yil. Kraskasi-chi? Ikkita kirlo, orqa kirlo kraskasi bor. Motor hadovo korobka ishi yo'qmi? Motor hadovolari ishi yo'q deyapti egalari. Temir gaz ballonlari bor.
Mashinani ko'rsanglar bo'laveradi. 18 yumshoq baloni bor ekan. Ko'rsanglar bo'laveradi. Yumshoq balonlari bor. Yon tomon ko'rinishlari. Saloniga kirsak, chexol poligi bor. Yurgani qancha buni? 494 ming yurgan Nexi kakalari. Orqalarida ham ko'rsatib qo'yaman, chexollari bor. Mashinamiz akalarim temir gaz baloni bor, zapaska balon bor. Temir gaz baloni ham 18 a? Mana bu tomon ko'rinishlari, narxi necha bu? 4000 dan o'tib beraman. Narxini 4000 dan kelishadigan joylari bor. Generalni berasizmi? Generalni beradi. Konditsioneri ishlayaptimi? Konditsionerga remen qo'ysa, Konditsionerga remen qo'yib olsanglar ishlayverar ekan. Nomeringizni aytib qo'ysiz? 91lik, 91lik 180 480, 480 5380. 5380 raqamlarga murojaat qilaverasizlar bemalol.